Juda o'rinli savol bo'ldi. Qarang. Hozir siz shashlik yeb o'tiribsiz, a? Uyda ayolingiz nima yeyapti? Erkak kishi nima yesa, ayoliga ham shuni yedirish kerak ekan. Ofitsiant, Nima akalar? menga 4 ta shashlik qo'ying saboy. Juft halolimga. Xo'p bo'ladi. Meni ham xotirimga 4 ta qo'ying, mazza qilsin. Menga ham 4 ta qo'ying. Kimga juft halolingami? Ha. Qo'ying. Mayli. Ayolingizga shashlik olib berdingiz. Lekin ota-onangizgachi? Ota-onangizga oxirgi marta qachon shashlik olib berdingiz? Esla olasizmi? Ofitsiant, Nima aka? 10 ta shashlik qo'ying, padari buzrukvorimga. Meni ham jannatim onamga 8 ta qo'ying. 4 ta shashlik qo'ying. Ota-onam dietada. Anaqay ota-onangizga shashlik olib berdingiz. Lekin jigarlaringizgachi? Aka, singil opalaringizga olib berdingizmi shashlik? Ofitsiant, shampurdagi bor shashlikni qo'ying 70 ta avlodimga. 100 ta jigar qo'ying, jigarlarimga olib ketaman. 75 ta qo'ying, Qalay marketing? Zo'rmi? Hamma shashlik sotildi. Endi pastga tushamiz, pastda klientlarga oshga urg'uni beramiz, xo'pmi? Telefonim qoldi-ku. Jigarlaringizga somsa olib berdingizmi? Ofitsiant, olot sonsadan 100 ta. Somsani ham sotamiz.